Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy, tushunarli va aniq qilib tushuntirib beraman. Gap 1-iyuldan boshlab ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinish tartibi haqida ketmoqda. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, yaqinlariga va hatto hozir pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Chunki birgina bilmaslik sababli odam ortiqcha pul to'lab qo'yishi, imtiyozdan foydalanmay yurishi yoki kerakli hujjatni vaqtida topshirmagani uchun yengillikdan kech foydalanishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Kimlar bu imtiyozdan foydalanadi? Kimlar ehtiyot bo'lish kerak? Qaysi joylarda xatolik ko'p uchraydi va amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida pensionerlar turli to'lovlar bo'yicha savollarga duch kelishgan. Masalan, kommunal xizmatlar, davlat xizmatlari, ayrim ma'lumotnomalar, hisob-kitoblar, jarimalar, yig'imlar yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlarda pensioner alohida tartibda ko'rib chiqiladimi yoki oddiy fuqaro sifatida to'laydimi degan savol doim bo'lgan. Amaliyotda esa hamma joyda bir xil yondashuv bo'lmagan uchun odamlar chalkashib qolgan. Masalan, bir pensioner mahallaga boradi, u yerda unga sizga imtiyoz bor deyishadi. Boshqa bir pensioner tuman markazidagi idoraga boradi. U yerda esa bizda bunday imtiyoz ko'rsatilmagan deb qaytarishadi. Yana kimdir bank orqali to'lov qilgan, keyin bilib qolgan. Aslida u to'lovdan ozod bo'lishi mumkin ekan. Mana shu holat odamlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Chunki pensiya daromadi cheklangan daromad hisoblanadi. Pensioner har oy oladigan mablag'ini dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal xarajat, transport va oilaviy ehtiyojlarga bo'lib sarflaydi. Ortiqcha 20 ming, 50 ming yoki 1 ming so'm ham pensioner uchun sezilarli pul. Endi 1-iyuldan boshlab qabul qilingan yangi tartibning asosiy mohiyati shundaki, pensionerlar belgilangan to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. Bu yerda eng muhim so'z to'liq degan so'z. Ya'ni qisman kamaytirish emas, foiz bilan chegirma emas, balki tegishli to'lov turi bo'yicha umuman to'lamaslik huquqi nazarda tutiladi. Lekin men ekspert sifatida darhol ogohlantiraman. Har qanday imtiyozning aniq doirasi bo'ladi. Ya'ni pensioner bo'lsam, endi hamma narsadan ozodman deb o'ylash xato. Qaysi to'lovlar qamrab olingani, qaysi shartlar borligi va qaysi hujjat talab qilinishi albatta tekshirilishi kerak. Avvalgi tartibda pensioner ko'pincha to'lovni amalga oshirib, keyin imtiyoz yoki qayta hisob-kitob haqida so'rab yurardi. Bu juda noqulay. Chunki odam birinchi navbatda pul chiqaradi, keyin hujjat yig'adi, ariza yozadi, javob kutadi. Ayrim holatlarda qaytarib olish jarayoni cho'ziladi yoki umuman natija bo'lmaydi. Natijada pensioner mayli, shuncha ovora bo'lgandan ko'ra to'lab qo'ya qolay deb o'z haqidan voz kechadi. Yangi tartibning asosiy farqi shuki, pensioner oldindan imtiyozli toifa sifatida tan olinishi kerak. Ya'ni idora yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot pensioner maqomini ko'rib, tegishli to'lovni undirmasligi lozim. Bu oddiy odam uchun juda katta yengillik. Chunki endi pensioner har safar men haqiqatan ham pensionerman, menga imtiyoz berasizmi deb isbotlab yurmasligi kerak. Albatta, amalda tizimlar bir-biriga ulanmagan bo'lsa yoki ma'lumot bazasida xatolik bo'lsa, hujjat ko'rsatish talab qilinishi mumkin. Lekin prinsip o'zgardi. Pensioner to'lovchi emas, imtiyoz oluvchi sifatida ko'riladi. Masalan, 68 yoshli otaxon ma'lum bir xizmat uchun 80 ming so'm to'lashi kerak bo'lgan. Avval u kassaga borib to'lar, keyin chekni olib uyiga qaytar edi. Endi agar ushbu xizmat yangi tartibdagi ozod etiladigan to'lovlar ro'yxatiga kirsa, u otaxon ushbu 80 ming so'mni to'lamaydi. Bu pul uning dori-darmoniga qoladi. Agar bir oyda shunday 2-3 ta to'lov chiqsa, umumiy tejash 1 ming yoki 200 ming so'mgacha yetishi mumkin. Pensiya miqdori katta bo'lmagan odam uchun bu juda muhim. Yana bir misol, 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlar boshqa viloyatda. U davlat xizmatidan foydalanmoqchi, lekin yo'l xarajati, hujjat xarajati va to'lovlar qo'shilib ketgani uchun ishni ortga surib kelgan. Yangi tartib aynan shunday odamlarga yordam beradi. Chunki asosiy maqsad pensionerning davlat yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot bilan aloqasini yengillashtirish, ortiqcha moliyaviy yukni kamaytirishdir. Eng avvalo, pensioner maqomi deganda faqat yoshga doir pensiya olayotganlar emas.
Ayrim hollarda nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar ham nazarda tutilishi mumkin. Lekin bu masalada har bir to'lov turi bo'yicha aniq qoidaga qarash kerak. Chunki bir imtiyoz faqat yoshga doir pensionerlarga berilishi mumkin. Boshqa imtiyoz esa barcha pensiya oluvchilarni qamrab olishi mumkin. Shu sababli men har doim tomoshabinlarga aytaman. Pensionerman degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi turdagi pensiya olaman va qaysi to'lovdan ozod qilinyapman degan savolga javob topish kerak. Ikkinchi muhim jihat. iyul sanasi. Bu sana tartib kuchga kiradigan boshlang'ich nuqta sifatida qaraladi. Demak, iyulgacha amalga oshirilgan to'lovlar bo'yicha avtomatik ravishda pul qaytariladi deb o'ylash to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Agar hujjatda alohida qayta hisob-kitob tartibi ko'rsatilgan bo'lsa, boshqa masala. Lekin umumiy holatda yangi imtiyoz kuchga kirgan kundan keyingi munosabatlarga tatbiq etiladi. Masalan, siz 25 iyulda bir to'lovni amalga oshirdingiz. iyuldan esa ushbu to'lovdan pensionerlar ozod qilindi. Bu holatda 25 iyundagi to'lovni qaytarib berish shart bo'lmasligi mumkin. Ammo 2 iyul kuni sizdan yana shu to'lovni talab qilishsa, siz imtiyozni ko'rsatib to'lamaslik huquqingizni talab qilishingiz mumkin. Uchinchi jihat, imtiyoz avtomatik ishlashi ham ariza orqali ishlashi ham mumkin. Bu juda muhim. Ayrim xizmatlarda tizim pasport yoki JSHSHIR orqali pensioner ekaningizni avtomatik aniqlaydi. Bunday holatda sizdan ortiqcha hujjat so'ralmasligi kerak. Lekin ba'zi joylarda baza yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shunda pensiya guvohnomasi, pasport, ID karta yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinadi. Demak, amalda muammo bo'lmasligi uchun pensioner yonda asosiy hujjatlarni olib yurishi foydali. Agar siz rasmiy pensiya oluvchi bo'lsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, pasport, ma'lumotlaringiz pensiya tizimidagi ma'lumotlar bilan mos bo'lsa, odatda katta xavotirga o'rin yo'q. Sizning asosiy vazifangiz yangi tartib haqida bilish va kerak bo'lsa, o'z huquqingizni xotirjam talab qilish. Masalan, kassada yoki idorada sizdan to'lov so'rashsa, darhol janjal qilish shart emas. Men pensionerman. iyuldan ushbu to'lov bo'yicha imtiyoz bor, iltimos, ma'lumotni tekshirib bering deb aytish kifoya. Ko'p holatda xodim tizimdan tekshiradi yoki rahbariga murojaat qiladi. Lekin ba'zi fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, yaqinda pensiyaga chiqqan odamning ma'lumotlari barcha bazalarda darhol ko'rinmasligi mumkin. U pensiya tayinlanganligi haqida qaror olgan, lekin elektron tizimda hali yangilanmagan bo'lishi ehtimoli bor. Bunday holatda to'lov so'ralishi mumkin. Shuning uchun yangi pensionerlar pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatni yoki elektron ma'lumotnomani oldindan tayyorlab qo'yish kerak. Yana bir xavfli holat. Familiya, ism, tug'ilgan sana yoki pasport ma'lumotlarida tafovut bo'lsa. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin ayrim eski bazalarda avvalgi familiyasi qolgan yoki pasport almashtirilgan. Ammo xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning bazasida eski pasport raqami turgan. Natijada tizim uni pensioner sifatida tanimasligi mumkin. Bunday vaziyatda imtiyoz yo'q degani emas, balki ma'lumotni to'g'rilash kerak degani. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 36 yoshli pensioner har oyda 2-3 ta rasmiy ish bilan idoralarga murojaat qiladi. Avval har bir xizmat uchun 3000 dan 7000 so'mgacha to'lov qilib kelgan. Bir oyda o'rtacha 1000 so'm sarflangan. iyuldan keyin agar ushbu xizmatlar ozod etilgan to'lovlar ro'yxatiga kirsa, u oyga 1000 so'mni tejashi mumkin. Yiliga bu 1 million 400 ming so'm degani. Bu pulga bir necha oy dori olish, qishki kommunal xarajatning bir qismini yopish yoki nabiralarga yordam berish mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandda yashovchi onaxon uy-joy hujjatlarini tartibga keltirmoqchi. U bir necha yil bu ishni kechiktirgan, chunki har safar yana to'lov chiqadi, yana navbat, yana hujjat deb qo'rqgan. Yangi tartibdan keyin u avvalo tuman davlat xizmatlari markaziga boradi yoki telefon orqali so'raydi. Men pensionerman. Menga ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozodlik bormi? Agar bor bo'lsa, o to'lov qilmasdan ishini boshlashi mumkin. Bu nafaqat pulni tejaydi, balki odamni huquqiy jihatdan faol qiladi. Uchinchi misol. 7000 yoshli otaxon farzandining uyda ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. U imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lganda tizimda manzil bilan bog'liq savollar chiqadi. Bu yerda muammo pensioner maqomida emas. Yashash joyi va ro'yxat ma'lumotlarida bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner faqat pensiya hujjatini emas,
balki pasport, ro'yxat, telefon raqami, bank kartasi kabi ma'lumotlarni ham tartibga keltirib qo'yish kerak. Endi eng ko'p xato qilinadigan joyga kelamiz. Pensionerlar to'lovlardan ozod qilindi degan gapni hamma bir xil tushunmasligi kerak. Birinchidan, imtiyoz faqat belgilangan to'lovlarga taalluqli bo'ladi. Masalan, davlat boji, yig'im, xizmat haqi yoki ma'lum turdagi rasmiy to'lov bo'lishi mumkin. Lekin bu xususiy xizmatlar, shaxsiy qarzlar, shartnoma asosidagi majburiyatlar yoki iste'mol qilingan xizmat haqini avtomatik bekor qiladi degani emas. Masalan, elektr energiyasi ishlatildi, gaz ishlatildi, suv ishlatildi. Agar alohida kompensatsiya yoki chegirma nazarda tutilmagan bo'lsa, iste'mol qilingan resurs uchun to'lov saqlanib qoladi. Chunki bu to'lov siz foydalangan xizmatning real qiymati, ammo ayrim rasmiy xizmat yig'imi yoki qo'shimcha undiriladigan ma'muriy to'lovdan ozod qilish bo'lishi mumkin. Farqni tushunish juda muhim. Ikkinchi nozik jihat qarzdorlik. Agar pensionerning 1 iyulgacha shakllangan eski qarzi bo'lsa, yangi imtiyoz bu qarzni avtomatik o'chirib tashlamasligi mumkin. Masalan, iyungacha 300 ming so'm qarz yig'ilgan bo'lsa, 1 iyuldan keyin yangi to'lovdan ozod bo'lish eski qarz bekor qilindi degani emas. Eski qarz bo'yicha alohida tartib, qayta hisob-kitob yoki kechiktirish bo'lishi mumkin. Lekin buni albatta tashkilotdan yozma ravishda aniqlash kerak. Uchinchi nozik jihat, imtiyoz shaxsga beriladimi yoki obyektga beriladimi? Bu savol juda muhim. Ba'zi imtiyozlar aynan pensioner shaxsiga beriladi. Ya'ni hujjat topshirayotgan odam pensioner bo'lsa, to'lovdan ozod qilinadi. Boshqa imtiyozlar esa uy-joy, mol-mulk yoki yashash joyi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, uy pensioner nomida bo'lmasa, lekin pensioner shu uyda yashasa, imtiyoz qo'llanadimi yoki yo'qmi? Bu alohida tekshiriladi. Shuning uchun uyda pensioner bor degan gap har doim yetarli asos bo'lavermaydi. To'rtinchi nozik jihat, bir nechta imtiyoz bir vaqtning o'zida qo'llanishi. Masalan, fuqaro pensioner shu bilan birga nogironligi bor yoki urush faxriysi yoki kam ta'minlangan oila a'zosi. Bunday holatda qaysi imtiyoz ustuvor qo'llanadi? Ularni jamlash mumkinmi yoki bittasi tanlanadimi? Bu ham tartibga bog'liq. Amalda eng katta yengillik beradigan asos tanlanishi mumkin. Lekin odam o'zidagi barcha maqomlarni yashirmasdan ko'rsatish kerak. Chunki xodim bilmagan imtiyozni avtomatik qo'llamasligi mumkin. Endi eng kerakli qism. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami? YSHSH raqamingiz to'g'rimi? Pensiya guvohnomangiz bormi? Pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumotni elektron shaklda olishingiz mumkinmi? Shularni aniqlang. Agar hujjatlar eskirgan, familiya o'zgargan yoki pasport almashtirilgan bo'lsa, ma'lumotlarni yangilashga harakat qiling. Ikkinchi qadam, qaysi to'l bo'yicha imtiyoz so'rayotganingizni aniq biling. Menga imtiyoz bormi deb umumiy so'rash o'rniga, men pensionerman, mana shu xizmat bo'yicha 1 iyuldan to'lovdan ozod etilganmanmi deb so'rang. Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik aniq bo'ladi. Agar og'zaki javob sizni qoniqtirmasa, yozma javob so'rashga haqlisiz. Uchinchi qadam, idoraga borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy sayt orqali ma'lumot oling. Davlat xizmatlari markazi, mahalla pensiya bo'limi, kommunal tashkilot yoki tegishli idora sizga dastlabki tushuntirish berishi mumkin. Bu sizni ortiqcha yo'l, navbat va asabiylashishdan saqlaydi. 4-qadam. Agar sizdan baribir to'lov talab qilinsa, darhol chekni saqlab qo'ying. Hech qachon chek yoki kvitansiyani tashlab yubormang. Keyin siz to'lov noto'g'ri undirilganini isbotlamoqchi bo'lsangiz, aynan shu hujjat kerak bo'ladi. Chek yetasana, summa xizmat nomi va tashkilot nomi ko'rinishi shart. Agar to'lov elektron qilingan bo'lsa, skrinshot yoki bank ilovasidagi kvitansiyani saqlang. 5-qadam, ariza yozishni biling. Arizada quyidagilar bo'lishi kerak. Kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning familiya, ism, otangizning ismi, pasport ma'lumotlari, telefon raqamingiz, pensioner ekaningiz, qaysi to'lov bo'yicha ozod qilishni so'rayotganingiz va agar to'lov undirilgan bo'lsa, uni qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz. Ariza oxirida sana va imzo bo'lishi kerak. Juda murakkab so'zlar shart emas. Eng muhimi, talab aniq bo'lsin. 6-qadam, farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar telefon ilovalaridan, elektron navbatdan yoki onlayn ma'lumotnomalardan foydalanishda qiynaladi. Farzandlar esa bir necha daqiqada tekshirishi mumkin. Masalan, ota-onangizning hujjatlari tartibdami? Telefon raqami ularga biriktirilganmi?
Bank kartasi ishlayaptimi? Kerakli ma'lumotnoma elektron olinadimi? Shularni ko'rib bering. Bu oddiy yordam ota-onangizni katta ovoragarchilikdan saqlaydi. Agar siz pensioner bo'lsangiz va sizdan ozod etilishi kerak bo'lgan to'lovni talab qilishsa, birinchi navbatda xotirjam bo'ling. Xodim bilan tortishish, baland ovozda gaplashish yoki darhol janjal qilish foyda bermaydi. Siz aniq ayting, men ushbu to'lov bo'yicha pensioner sifatida imtiyozga egaman deb bilaman. Iltimos asosini tekshirib bering. Agar xodim rad etsa, rad etish sababini yozma berishini so'rang. Agar yozma javobda imtiyoz tatbiq etilmaydi deyilsa, undan keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish mumkin. Masalan, tuman bo'limi rad etsa, viloyat boshqarmasiga, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot markaziga yoki tegishli nazorat organiga murojaat qilinadi. Bugungi kunda ko'plab murojaatlar onlayn qabul qilinadi. Lekin men har doim shuni maslahat beraman. Murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Sana, summa, xizmat nomi kim talab qildi, qanday javob berdi, qaysi hujjat bor, bularni aniq yozing. Agar ortiqcha pul to'lab yuborgan bo'lsangiz, qaytarish masalasini ham ariza bilan ko'taring. Men pensioner bo'lganim holda ushbu to'lovni amalga oshirganman. Yangi tartibga ko'ra to'lovdan ozod etilgan bo'lsam, summani qaytarib berishingizni yoki keyingi hisob-kitobdan chiqarishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Bu yerda natija har doim ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki to'lov sanasi, imtiyoz kuchga kirgan sana va xizmat turi muhim. Lekin ariza bermasangiz, hech kim siz uchun bu masalani avtomatik ko'rib chiqmasligi ham mumkin. Birinchi xato: hamma narsa bepul bo'ldi deb o'ylash. Yo'q, bunday emas. Faqat belgilangan to'lovlar bo'yicha ozodlik bo'ladi. Har bir xizmat bo'yicha aniqlash kerak. Ikkinchi xato: hujjatsiz borish. Pensioner ekaningiz tizimda chiqmasligi mumkin. Shuning uchun pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotnomasi yoningizda bo'lsin. Uchinchi xato: chekni saqlamaslik. Agar pul to'langan bo'lsa, dalil kerak. Dalilsiz pul qaytarish yoki qayta hisoblash qiyinlashadi. To'rtinchi xato: og'zaki gap bilan cheklanib qolish. Idorada bo'lmaydi deyishdi deb uyga qaytib ketmang. Agar masala muhim bo'lsa, yozma javob so'rang. Yozma javob keyingi murojaat uchun asos bo'ladi. Beshinchi xato: imtiyozni kech so'rash. Iyuldan keyin imkoniyat paydo bo'lgan bo'lsa, kutib yurmaslik kerak. Qanchalik erta murojaat qilsangiz, shunchalik tez tartibga tushadi. Hurmatli tomoshabinlar, 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun belgilangan to'lovlardan to'liq ozod qilinish tartibi juda muhim yangilik. Bu oddiy chegirma emas. Pensionerlarning kundalik moliyaviy yukini kamaytirishga qaratilgan real yengillikdir. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun qaysi to'lovlar qamrab olinganini, qaysi hujjatlar kerakligini, imtiyoz avtomatikmi yoki ariza bilanmi qo'llanishini bilish zarur. Mening sizga asosiy maslahatim shuki, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Har bir to'lov bo'yicha aniq savol bering, cheklarni saqlang. Rad javobi bo'lsa, yozma javob oling va o'z huquqingizni xotirjam talab qiling. Farzandlar esa ota-onasiga bu masalada yordam bersin, chunki ko'p pensionerlar imtiyoz borligini bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuradi. Sizning hududingizda pensionerlardan hali ham shunday to'lovlar talab qilinyaptimi yoki yangi tartib ishlay boshladimi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qo'shnilaringiz va tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pensiyasidan ortiqcha pul ketib qolishining oldini olishi mumkin.